Yana keyingi darsimiz bizning katlavanimiz chetlari atkoz bilan kovlangan holatda qanaqa bo'lishida. Ya'ni точка mana ручной ishlatamiz. Так, видите описание точек. Pastda so'rayapti. Описание kerak emas. Укажите отметку, например, masalan 410.00 bo'ladi. Bitta nuqta ketdi. Biz katlavan qazonamiz deylik, masalan, uzunligi 40 metr bo'lsa, eniga 60 metr bo'lsa, balandligi 40 metr, bunaqasiga 60 metr. Men endi uslovni yasayman buni, joyida syomkasi bor bo'lsa, bu shakli bemalol chiqadi. Endi buni tanlaymizda, masalan, atkozimiz 2 metr deylik, offset 2 metr kamroq ekan, 3 metr deymiz. Maydon kattaligi uchun. Endi точка yasab olamiz. Описание kerak emas, 410 deymiz. Keyingisi joyini tanladik, описание kerak emas. O'zi men 410 qiviraymi deyapti. Enter. Bunga ham qilamiz. Enter. Enter. Mana pastdagi nuqtalarni yasab oldik. Endi tepasi nuqtalarni yasaymiz. Bo'lsin, chuqurligi masalan 6 metr kovlandi deymiz. Отметкасini 416 deymiz. Keyingi nuqta 416. Описание 416. 416. Enter. Bu katlavan syomkamiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu tepasi edi. Endi bizda cho'rni syomka yasab olamiz. Описание bo'lsa 416.35 masalan. 416.35. Mana bu yerda 416.98. 416.05. 415 yo, u anaqadan past bo'lmasin, baland bo'lgani yaxshi. 417.00 bo'lsa, 416.75. 416.54. 416.86. Cho'rnimiz tayyor. Nuqtalar. Endi poverxnosni alohida ajratib olib yasaymiz. Poverxnosga kiramiz. Sazzat poverxnos. Yo'q, birinchi gruppa to'chib qo'ysak bo'ladi. Yo, primoy bundan qo'ysak ham bo'ladi. Sazzat poverxnos deymiz. Hop, Cho'rnimi? cho'rni yasaymiz. Cho'rni. Aka zanat bunda hozir ishlab turibman. Poverxnos. Triangulyatsiya bo'yicha yasadimiz. Boyagi. Okey deymiz. Poverxnos yasaldi. Endi poverxnosni o'ziga kirib, gruppa to'chik yasalmagan bo'lsa, tak mana ustiga o'ng tomonni bosamiz. Свойство poverxnos deymiz. Tak, yo ba'zi gruppa to'chik yasashimiz kerak ekanmi deyman. Hozir. Точка. Свойство. Так, создать qilamiz. Создать. Черная. Deymiz. Mana bu yerda включить bor. Qayerda? Mana. Включить deb bosamizda po совпадению номеров galочка yoqsak, mana bu yoqiladi. Chizmani o'zidan tanlab olish nuqtalarni. Misol uchun bitta faylga olgansiz, hamma syomkani описание yozib olgansiz yoki abris chizib olgansiz, ajratib chiqishingiz kerak. Xo'p, nima qildi shunda? Boshqatdan ko'rsataman. Gruppa to'chik ustiga o'ng tomonni bosasiz, sazda deysiz.
nomini yozdingiz. Черная съемка. И включить. Bosdik uni. По совпадению номеров. Galchka. Galishgan bosasizda. Bizda черный съемkalarimiz mana edi. Aniq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enter bosamiz. Bo'ldi gruppa. 9 dan 15 gacha bo'lgan nomerdagi anaqalar bo'lyapti. Mana rangini. Ajratib olish uchun mana bunaqa qilib olamiz. Hozir qora qilsam qora fonligi uchun ko'rinmaydi. Balandligini ham o'zimizga bilmaydigan darajada 0.2 qilib olamiz. Okey. Keldi tochkalarimiz. Toshkalar keldi. Xo'p. Endi yana поверхность yasaymiz. Gruppa tochka. Gruppa точек deymiz. Bu kotlovan deymiz. Kotlovan. Включить deymiz. Yana o'sha vыборda kotlovandagi nimalarimizni qilamiz mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 ta burchakda 2 tadan nuqta bor. Tanladik. Buni ko'rinishini deymiz, boshqacha qil deymiz. Standartni animalardan mana tanlab bundoqsiz. 0.2. Hop, rangini deymiz. Qizilmas, yashil qil deymiz. Balandligi 0.20 ketdi. Mana faqat balandligini ko'rsatdimiz. Elevation ha? Buni ham rangini yashil qil deymiz. Anunda ham 0.20 qilmadik, shundan katta bo'lib qoldi. 0.20. Okey deymiz. Okey. Turaverib qolsin. Mana buni ana черный съемkaga kirib, mana nomerlar kerak emas misol uchun mana. Elevation only deymiz. Bo'ldi. И ana o'zini o'zgartirib olgan ekanmiz. Yangi sajdat qilib olish degan narsasi bordi. Mana elevation only deysiz, mana ustiga qilib ketavermasligi uchun hammasiga bir xil tanlab oladi mana. Sajdat копировать текущий набор выбранных элементов deysiz. Yangi yasab oladi. Boshdan keyin настройкаlarni qilib mana 0.20 rangini oq qilsa bo'ladi. Bu oq bo'ldi mana. Bu yashil bo'ldi. Tamam. Gruppa точкаlarimiz tayyor. Endi черный поверхностьga qo'shamiz. Mana bittadan ham qilsa bo'lardi aytgancha, mana obyekt чертежа deb nom berib, endi esimga tushdi. Mana bitta точкаdan tanlab chiqsangiz ham bo'lardi. Gruppa точка bilan bo'lsa, lekin аккуратный bo'ladi. Keturganingiz yaxshi. Sal аккуратный rivojlanadi. Gruppa точек добавить deymiz. Bizda bu черная поверхность, черный съемкani tanlaymiz. Ketdimi? Ko'ramiz shaklini. Mana holatda endi baland nuqtamizda mana bu bo'lganligi uchun baland ko'ryapti. Mana boya aytgan narsam bu yerda endi hozir menimcha o'zgarmaydi, boshqa anaqa yo'q. Rebro. Mana bunaqasiga surish mumkin. Mana bunaqasiga surish mumkin. Tushundingizmi? Bu ozgina farq beradi nimasida. Объем hisoblashda. O'shaning uchun ham 2-3 ta odam hisoblasa 2-3 xil sonida farq chiqadi. Mana shu rebrolarning hisobiga. Hop, черный ketdi. Endi kotlovanga yasaymiz. Kotlovan. Triangulyatsiya deymiz. Kotlovanga ham gruppa точкani qo'shamiz. Kotlovan. Okey. Mana endi buni ko'rinishini qarab turamiz. Mana. Tushundingizmi? Tepani ham gruppa точка qo'shsa yaxshi bo'ladi. Strukturniy liniyalar bor. Strukturniy liniyalar, masalan, tapasyonka qilib ketyapsiz yoki biror bir joylarda, bu ham juda muhim narsa. Pavorotlar bilan ketsa, ariqlar yoki jarliklar,